Janonga bordim bir kecha. Endi qaytib bormayman chunki charchab ketdim shuncha joyga borib kelib. Tak, qishloqqa qaytib keldim nihoyat. O'rmonga o'tin tergani borgandim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va sizlar meni yangi videolar olayim desizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoga like bosinglar chunki men uchun juda ham muhim. Albatta kanalga obuna bo'ling deganda bitta kanalni nazarda tutmayapman. Qarasanglar 6 ta kanal turibdi. 6 ta hammasiga obuna bo'linglar chunki hammasi o'tar videolar chiqadi. Nima siz meni shunchaki aldab qo'yyapsizmi obuna bo'ldim deb? Yo'q, siz obuna bo'lmadingiz. Tez obuna bo'ling. Pastda obuna degan knopka turibdi. Ko'ryapsizmi, ko'rmayapsizmi? Ko'rsatib qo'yaymi? Yo'q, mayli sizga. Tegmayman bugun sizga. JTL nima meni polizimga ko'zalaytiryapsan? Menga qara, ko'zimga qara. Nimaga yerga qaraysan? Ko'zimga qara. Voy basharangga yo'g'im. Bularga gapirganning foydasi yo'q. Hozir shu polizni tez yig'ishtirib olmasam, bular o'sha polizimga qanaqadir hujum qilmoqchi, nimadir qilmoqchi. Xullas hozir yig'ishtirib tashlaymiz. Tak. Ketmonchani olamiz. Ketmoncham, meni ketmonim. Xo'p, uchar ketmon bo'lganda bormi? Uy ustiga chiqardim-da, o'zimni tashlab yuborardim, uchib ketardim. Qoch uzoqda o'yna, bor, nariyoqda o'yna. Tak, ana endi bu yoqdan nima edi? Nima demoqchi edim? Mana bu narsalarni yig'ib chiqish kerak. Nomi nima edi? Sabzi edi bu. Sabzilarni tez yig'ishtirib tashlaymiz. Okey. Yaxshi. Suv ichida qolmadim. Suv ichiga tushib to'rsam yomon. Havo tushib ketdim. Mayli, hech nima qilmaydi. Sovuq suvga tushsak bizda navarot uyqumuz uchadi. Atak uyqum uchgani ancha vaqt bo'ldi. Ertalabdan turib o'rmonga borib, bir ikkita ishlarni hal qilib kelyapman. Janonga bordim desam yana noto'g'ri tushunmanglar. Prosta ish bo'yicha borgandim. O'sha ishimni bajarib qaytib kelyapman. Tak, endi kartoshkachalar ekamiz. Bitta kartoshka chiribdi, ko'ryapsizlarmi? O'shanaqa chirik kartoshkalar chiqishi juda ham yomon. Qurtlar kelib ichida uy qurib ketganda o'sha kartoshkani ichiga. Hozir uyini ko'chiramiz, boshqa joyga yetib tashib kelamiz. Shunda mazza qilib yangi joyda yashashadi-da qurtlar ham. Takoy neobitni joyda yashashadi. Xullas ularni ko'chiramiz hozir. Nima gaplar yetdilar? Jo'xa nima polizni yig'ishtirib olding? Sanlarga nima poliz meniki, polizni yig'ishtiraman, olsam yig'ishtirmayman. Biz yaxshilab qarab o'tirgandik-da. Qarab o'tirganda sanlarga nima foyda, men tushunmayman. Har doim qarab o'tirasanlar. Prosta kayf qilamiz-da qarab. Qarab ham kayf qilsa bo'larmikan? Ha, bo'ladi, sen bilmaysan. Bildim. Bo'pti, mayli. Lekin unaqa qaytib qilmanglar kayf. Tushundinglarmi? Basharalarga, nima dedim? Basharalaringni buzib qo'yaman lekin. Tak, bizda hozir bitta chirigan kartoshkamiz. Yo'q, suvga tashlamaymiz. Biz ekologiyani asrashimiz kerak. Mana shu yoqqa uyimni orqasiga tashlab qo'yay, lekin sasib ketsa xonam uyimni ichida turib bo'lmaydi keyin. Bu what the? Yerga nima bo'ldi? Sariq mashina kimning mashinasi bu? Bilmadim, qarang, hozir borib bilib kelaman. Avval polizimdagi narsalar qo'yib olayda. Mana shu eshik juda ham zo'r, ko'ryapsizlarmi? Oynali tashqari tomon ko'rinadi, lekin JTlar ochib kira olmaydi. Bu oynasini hattoki sindira olmaydi, chunki juda baquvvat, juda baquvvat. Tak, poliz ekinlarimizni bu yoqqa qo'yamiz. Soliq to'laydigan kunim emas, bugun bemalol soliq haqida o'ylamasdan mazza sakrab yugursam ham bo'ladi. Xo'sh, tak, ratatatak. Berdikim buni qilib qo'ydi. Tushunmadim, tushuntir, ayt menga JTL. Yo'q, nimagadir g'alati bo'lib qopti, mayli. Tak, bu yer. What the fuck? Kim bunaqa chuqur qazib ketdi? Voy JTL, menga qara, mana bu mashina kimniki? Kim bu yerni chuqur qazib tashadi? Qarochi, bitta tek JTL mashinani tez haydab keldida, mashinga avariya qildi. Keyin yerda o'pirib tashadi. Obbo, senlar yomon ahmoqsirab qolyapsanlar. Ha, bilamiz. Bilasanlar. Nima keragi bordi tez haydab? Tez haydaganda sekin haydab kelib, prosta 150 km/s tezlikda edi. 150 km/s tezlik sekinmi? Ha, ozgina tezroq. Ozgina emas, ancha tezroq. Shunaqa ham tentakski haydaydim mashinani. Bilmadim, endi shunaqa haydabdi-da. Obbo, yaramaslar. Doim senlar bir problema chiqarib turasanlar. Endi sanlan deb men ish bilan ta'minlanaman. Mer mana shu yerni tozalaydi deydi hozir. Menga sozla deydi mer yoniga borsam. Aniq mana shu ishni buyuradi, ko'rasizlar hozir. Qarochi obunachilar. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, o'zi kakra sen kerak bo'lib turganding. Bilaman nima kerak bo'layotganimni ham. Ana ko'chani kimdir bitta joyga tiqib qo'yibdi. Ha, o'sha joyga tiqqan joyni to'g'irlash kerak. Obbo, shu nima keragi bor edi? Shu iltimos shu qishloqda mashina haydalmaydigan qilib qo'ying qonun qoidalarni. Iloji yo'q, chunki o'zim ham mashina haydashim kerak. Sen ham mashina haydashing kerak. O'shaning uchun bu qonunni yarata olmayman. Bir tomondan to'g'ri, lekin bir tomondan noto'g'ri ham. Yo'q, noto'g'ri emas. Davay, borib o'sha joyni sozla. Lekin
mana bunaqangi shag'al blok yo'q-ku menda. Ikkinchi seyfda turibdi. Men tomondan ikkinchi seyfni qarasang, o'shanaqa blok bor. Siz tomondan birinchi, ikkinchisi da mana bor ekan. 19 ta ekan, yetarmikan? Yetmasa biror joydan topib ishlatsan. Qayerdan topishim mumkin? Qishlog'imizda yo'q-ku ortiqcha. Bilmadim, izlab ko'r. Aha, mayli bo'pti, biratam harakat qilib ko'raman ishlashga, lekin qayoqdan ham shu qishloqlar yashaydi. O'zim yashasam yo janob mer bilan faqat aqlli odamlar bilan yashasak bo'lmaymi? Kim mana yerga mana blokni qo'yib ketdi, bilmadim. Yetmasa kakras mana shu bloklarni ishlatsam ham bo'lar ekan o'zi kakras, chunki ortiqcha turibdi-da mana shu yerda. O'shalar ishlatamiz onasini hamsim. Tak, hozir yakka-yu yagona qiladigan ishimiz bu kirka bilan mana uni olaylik. Ikkalasi yetadi, chunki xo'sh, yer tagida bir ikkita ana ishlatamiz, nima edi? Tak, tosh ishlatamiz. Qolgan joyiga ustki qismida esa yer bloklar hamda mana bu shag'al blokni ishlatamiz. Bor bo'lsa tosh olib kelaman bir ikkita, yer blok ham olib kelaman. Yetadigan darajada olib kelish kerak. Yetmaydigan darajada olib kelsam yetmay qolishi mumkin. Chunki u yetmaydigan darajada bo'ladi. Yetmaydigan daraja yetmagandan keyin u yetishmovchilik hisoblanadi. Yetishmovchilik bo'lgandan keyin yetishtirish kerak uni. U yetishishi uchun yetishmovchilikni yo'q qilish kerak. Nima deganimni tushundinglarmi? O'zim tushunmadim, lekin sizlardan tushundinglarmi deb so'rayapman. Qaranglar. Aqlliman-da, shunchalik aqllimanki, cheksiz aqlli, tushundinglarmi? Bu gapim bilan maqtanmoqchi emasman, hazlashdim. Unutinglar, bunaqa demadim men. Men umuman bunaqa gap aytganim yo'q. Tak, okey. Yaxshi. Menimcha yo yetmaydi. Holi ham yetmaydi. Ana endi tochni yetadi, ko'rasizlar. Yetmasa qaytib kelaman. Uzoq joy emas, bir 856 ming kilometr joy emas. Yaqingina shunday kelaman. Mana mashinamni haydab o'zgartirib boshqa joyga olib qo'ymasam, bu chota neto joyda turibdi-da. Mayli, hozir bir amallaymiz. Avval bu yerga bir qavat tosh qo'yib chiqsak, tagidan yana bir qator tosh qo'yib chiqamiz. Chunki toshni ko'p olib kelganman. Yer blokka nisbatan. Tak, tosh 9 ta bor. Hali bemalol mana shu qatorga yetar ekan. Tak, ikkita ortib qoldi. Bo'ldi, qo'ymaymiz. Tak, bu yerga bitta, bu yerga emas, chunki bu yerga shag'al to'g'ri kelishi kerak. Okey. Tak, endi qayerga? Mana bu yerga ikkita mashina tagiga kirib ketdim, ko'rdinglarmi? Wow, kichkina bo'lishni foydali tomoni-da bu. Tak, 1 2 3, tak, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 ta yetmay qoldik. Bu yerda ham 5 ta, bu yerda 5 ta bormikan? Bilmadim nechta borligini. Mana shu yerga yetadigan darajada bo'lsin-da, nima bo'lsa ham hozir borib olaman. Avval mana mashinani chekkaroq olib qo'yish kerak, atak. Tak, chotki mashina ekan. Shu mashinani o'zlashtirib yuborsam ekan, yurar ekan. Voy, yurmaydi deb o'ylagandim. Dahshat ekan, bu garajimga sig'maydi-da. Hozir to'xtanglar, buni parkovka qilib qo'yamiz olib borib. Tak, orqaga asta ko'cha chirog'ini urib yormay tag'in. Tak, merga aytib mana shu mashina olaman. Yomon katta mashina ekan bor. Buni haydash problemadan ham battar problema. Voy, siypanyaptimi? Yerda qor yoki muz yo'q, qanday sirg'anadi bu mashina, tushunmadim. Sirg'anchiq mashina ekan bu. Voy, sirg'anchiq. Osh, asta. Qoch, orqasidan urib ketaman. Haydashni bilmayman, pravam yo'q. Qoch dedim men senga. Taksanlar ham qoch, iltimos. Voy, qoch, pravam yo'q deyapman men senlarga. O'zbek tilida aytayapman, qoch. Voy, portlab ketdi. Obbo, endi bu yerda ham sozlash kerak. Janob menga qanday tushuntiraman? Dabdala qilib yubordim hamma joyda. Oho, qishloqda yong'in. What the fuck? Suv olib kelish kerak bor. To'xta, qoch. Qo'l bilan o'chirib chiqay undan ko'ra. Och. Tak, och. Bu yerlarni o'chirmaslik kerak. Mana bu binoni o'chirish kerak. Bino yonib ketyapti. Bu yerlar o'zi o'chadi-ku, nimaga tegyapman? Okey, och. Xayriyat, o'chir. Va, usti ham yonib yotibdi ekan. Ustini qanday o'chiraman, to'xtanglar. 1 2 3 4 och. O'chib ketdi. Bo'ldi. Xayriyat. Voy, oyog'im. Dabdala qilib tashladim, bor hamma yo'qdi. Borib endi merga qanday tushuntirib aytaman, bilmadim. Okey. Qochib turinglar, iltimos, men yo'llar to'g'rilab chiqay. Voy, mana bu blok ham tugab qoldi. O'sha hozirgi ko'rgan joyimnikini olaman endi, nayloj. Bitta joyda to'g'rilayman deb bitta joyda rasvosini chiqardim. Tak, mayli, hozir bu yerdagi bloklarni olayda. Xo'sh, avval merdiyoniga borib kelay, chunki merga tushuntirib aytishim kerak edi bu yerda bunaqa holat bo'lganini. Tak, janob mer qayda edi? Janob mer, kechirasiz. Nimaga kechirishim kerak? Senga jarima 5 stak oltin berasan endi shu qilgan ishing uchun. Oho, qayerdan olaman? Bilmadim, tez borib sozlav yerni ham. Ichilariga bir narsalar bo'lib ketsin. Xo'sh, mayli. Nima ham derdim?
belkuragimni merdiyoniy tashib ketibman. Janob mer, kechirasiz, belkuragim tushib qopti. Hozir hal qilamiz, to'xtang hozir. 36 sekundda hal qilib tashlayman. Tak, ana shu yerdagi bloklarda bo'lsa, mana bu yer hal bo'ladi. U yog'iga keyin blok sotib olamiz endi, lekin 5 tak oltinni qayerdan topaman bilmadim. Ha, topilib qolar. Choshmay turinglar. Stop, bu qanaqa eshik? Qanaqa eshik? What the? Wow, mana shuncha blok bor ekan. Mana shu olay hammasini. Men kerak, mana shu kakras. Tak. Bu qanday sandiq? What the fuck? To'xtanglar, hammasi kerak. Kakras o'zi menga o'zi kakras shular kerak edi. Okey. Mana ikkalasini sandiqqa tashlaymiz. Yo, to'xta, mana bu blok kerak-ku menga. Bu kerak emas. Tak, buni joyiga buni olib turib, mana shunaqa qilsak hozir. Yo, yaxshi qarz bo'lmadim. Ana endi merga beraman pullarni, onasini emsin. Dahshat chotki bo'ldi. Bu yerdan chiqamiz, eshikni ochamiz, eshikni yopamiz qaytarib. Tak, bu yerga qaytarib, bitta blokchani shunga qo'yamiz. Eshikni yo'q qilib, tak, okey. Mana chotki. Yo'q, to'xtanglar. Buni o'rniga mana buni toshni qo'yib yuboramiz. Bo'ldi, все. Ana endi sozlasak bo'ladi. Atak bizda ham bunaqa blok bor, lekin kecha bo'lib ketdik. Mayli, kecha bo'lsa ham endi nayloch ishlash kerak, ishlamasak bo'lmaydi. 6 ta yetmaydi-yo, bu yerga tochni. Oho. O'zim bitta joyimga tiqib tashladim hamma yoqda bor-ku. Bunaqa rasvo holatga keltirib qo'yaman deb hech o'ylamagandim. Atak mana bu joylar, mana bu yerda ko'p ekan-ku bunaqa blokdan. Oho, bu yerda nima? Koni bormi bu yerda? Oho, shuncha qaranglar. Shuncha bo'ldi, yetadi. Uncha ko'p bo'lib o'tirishim emas, tepaga endi bir amallab chiqib olayda. Hozir to'g'rilab yuboraman, onasini emsin. Dabdal bo'lib ketdi hamma yoq bor-ku. Xo'sh, tak. Menda mana blok bor-ku, mana qilib ustini yopsak hech nima qilmaydi, cho'kib ketmaydi bu yer. Qoch hammang bu yerdan, qoch, bu yerda ish olib boryapman men. Ko'rmayapsanlarmi, tentaklar? Tak, okey. Tak, bu yerda yo'li mana shu yerdan o'tgan. Endi mana shu bir qavatni shunday qo'yib chiqsak, paka. Muhimi bizga xo'sh, qoch dedim men senga. Qoch desam qochmaysan. Tak, endi 2 ta, 3 ta qolibdi. Obbo, yetmadi-ku. Yana pastga tushib chiqaymi? Kalachoz sotib olib kelaman pulimga. Shunaqa qilmasam bo'lmaydi.